Sham yorug'idagi konsert. Bu shunchaki musiqali kecha emas. Sham yog'dusi inson ongini tinchlantiruvchi eng qadimiy usul va u yorug'lik va xavfsizlik hissini uyg'otadi. Jonli ijrodagi musiqa esa ruhiy energiyaning insonlarga to'g'ridan-to'g'ri uzatilishidir. Sham yog'dusi va jonli musiqa birlashib, ongning eng pastki qatlamlarigacha tushadigan tabiiy psixoterapiyadir. Psixologiyada bunday muhitda inson stress gormonlarini kamaytirishi, diqqatni bugungi onga qaytarishi, ichki quvvatni tiklashi, katarsis ya'ni ichkaridan boshlash holatiga yetaklashi alohida ta'kidlanadi. Bu effekt laboratoriyalarda ham qayta ilmiy tadqiqotlar orqali Yevropa neyropsixologlari yordamida jonli skripka va violonchel tovushi miyaning emotsional qayta tiklanish zonasini 2-3 barobar faollashtirishini qayd etish bilan ta'kidlangan. Shuning uchun bunday konsertda odamlar o'zlari ham tushunmay yengil nafas oladi, qalbidagi og'irlikni ta'qibsiz, to'siqlarsiz oson qo'yib yuboradi. Dirijorsiz orkestr esa noyob psixologik tajribadir. Oddiy orkestrda energiya bir qo'lda, dirijorda jamlansa, bu jamoada esa energiya aylanadi. Energiya har bir cholg'uvchidan birma-bir o'tib zanjir hosil qiladi. Psixologik jihatdan bu idrokning sinxronlashuvi, o'zaro ishonch modelining yuqori darajasi, emotsional rezonansning kuchli bo'lishidir. Shu bois tomoshabin bu jamoaning ichki birdamligini o'z ichida his qiladi. Hattoki ana shu zanjirga, ularning shifobaxsh elementiga o'zi ham ulanib ketadi. Bunday orkestrda har bir musiqachi o'zini mas'uliyat bilan his qiladi. Ritmni ko'z bilan emas, qalb bilan tutadi. Boshlovchi Azizjonning harakatiga emas, energiyasiga yon beradi. Buning o'zi allaqachon katta ruhiy kuch ekanligi hammaga birdek ko'rinadi va ta'sir qiladi. Orkestr rahbari Azizjon noyob psixologik tipajdir. Undagi intuitiv liderlik qobiliyati yaqqol ko'rinadi. U orkestrni qo'li bilan emas, tembri bilan, hissi bilan boshqaradi. Bunda energiya manbai Azizjonning yuragi bo'ladi. Emotsional intellekti yuqori bo'lgan inson sifatida orkestrdagi har bir musiqachini alohida bir dunyo ekanligini o'z dunyosi bilan his qiladi. Ular bilan sinxronlashish uchun rahbardan hisni tez ushlash qobiliyati, vaziyatni tana tilidan tushuntira olish mahorati, orkestrning umumiy kayfiyatini ushlab turish talab qilinadi. Azizjonda esa bularning barchasi tabiiydir. U orkestrdagi dirijorsiz bo'ladigan faoliyatning riskini his qilgan holda qadam qo'ygan shaxs. Dirijorsiz orkestr 90% rahbar uchun xavflidir. Barcha mas'uliyat rahbarda bo'ladi. Demak, Azizjonning ichki tayanchi, ishonchi va jasorati nihoyatda yuqori. Azizjon kuchli energetik figuradir. Psixologiyada ta'kidlanadiki, boshqalarni yetaklaydigan inson energetik radiusi juda keng inson bo'ladi. Shamli konserti o'sha radius tomoshabinlarni ham birgalikda qoplab oladi. Sahnadagi xarizma, shaxsiy jamoadagi xarizma bilan uyg'onlashib, bu ijrochidan tomoshabinga to'g'ridan-to'g'ri uzatiladi. Dunyo tajribasida jonli musiqa rasman terapiya sifatida allaqachon tan olingan. U Italiya, Germaniya, Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlarida doimiy ravishda qo'llab kelinadi. Jonli skripka va jonli ijrodagi musiqa asboblarining orkestri insondagi stress gormonlarini 31% ga kamaytirishi isbotlangan. Simfoniya
dinamik jonli ritm insondagi depressiya xavfini pasaytiradi. Sham yorug'idagi jonli ijro esa yurak yurishi va nafasni barqaror qiladi. Orkestrning konserti bu faqat san'atgina emas, ruh uchun ham maydondir. Bunday jonli konsert insonning ichki og'irliklarini eritadigan, qalbni bo'shatadigan, asab tizimini tozalaydigan maydon. Orkestr musiqa ohanglari orqali tomoshabinga so'zlaydi. Bu suhbatda miyadagi qulflar ochiladi, yurak yengillaydi. Professional psixolog sifatida shuni baralla ayta olamanki, jonli ijro bu inson uchun kuchli psixoterapiyadir. Xususan, sham yorug'idagi konsertlar stressni kamaytirishi, asab tizimini tinchlantirishi, ruhiy jarayonlarni yumshatishi, ichki og'riqlardan qutqarishi belgilab beriladi. Har qanday inson uchun bunday konsertlar ruhiy profilaktika bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa charchoq, qo'rquv, quvvat yo'qolishi va ichki ziddiyat bor paytda o'zingiz uchun profilaktika va shifo manbai sifatida Bravo orkestrining shifobaxsh konsertidan foydalaning.